Viloyatimizda obodonlashtirish ishlari qizg'in davom etmoqda. Viloyat hokimi tashabbusi bilan Sirdaryo tumanining har bir mahallasiga tashkilot va korxonalar rahbarlarining biriktirilgani hududlarni yanada obod va fayzli maskanga aylantirish, aholini qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf etish hamda ularga bayramona kayfiyat ulashishda o'z samarasini bermoqda. Jumladan, Elobod mahallasida qisqa fursat ichida ko'chalar, ariq-zovurlar tozalanib, daraxtlarga shakl berildi va oqlash ishlari amalga oshirildi. Ayniqsa ehtiyojmand oilalar holati o'rganilib, ularning muammolarini hal etish bo'yicha amaliy choralar ko'rildi. Tomorqalar tartibga keltirilib, takroriy ekin ekish uchun zarur ko'maklar berildi. Mahallada obodonlashtirish bilan bir qatorda mehnatsevar va namunali xonadonlar tajribasini ommalashtirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Shunday xonadonlardan biri Sonya opa oilasiga tegishli. Issiqxonalaringiz bor ekan. Ushbu issiqxonalar haqida bir ma'lumot bering bizga. Avvalambor xush kelibsizlar qizim. Mana xonadonimizga kiribsizlar. Xudoga shukr, issiqxonalarimiz bor. 25 sotuq issiqxonamiz bor. 5 sotuqimiz limonariya. Qolgani bolgarskiy pomidor. Prezidentimizga ham rahmat, shunchalik bizlarga sharoit qilib bergani uchun avvalambor kredit oldik. Shuncha narsalarni qurdik. Hammasi mehnatimiz orqasidan. Kelinim ham, nevaralarim hammasi shuning ichidan chiqdi. Hozir mana endi chiqib kelishdi. Men uyni farmon buvisi bo'lib o'tiribman. Ketmon orqasidan yursa hech qachon kam bo'lmaydi. Mehnat orqasidan hech kim kam bo'lmagan. Nima deymiz? Masalan, tomorqa deymiz-ku, qizim, tomorqamizda hamma narsamiz yetarli. Biz faqat bozordan bola chaqamizga endi borib go'sht olamiz, moy olamiz, un olamiz. Bozorda oladigan narsamiz, Xudoga shukr. Qolgan narsa hamma narsa tomorqamdan chiqadi. Opajon, maroqli suhbat uchun rahmat. Mana shunday fayzli xonadonni bekasi bo'lib umr guzoronlik qilishingizni tilab qolamiz. Rahmat. Ko'p yashanglar.